Bilirubin almashinuvi. Avvalo, bilirubin qanday hosil bo'lishini tushunishimiz kerak. Bilirubin qizil qon hujayralar parchalanganda hosil bo'ladi. Qizil qon hujayralarining yashash muddati taxminan 120 kun bo'ladi. 120 kundan keyin eski eritrotsitlar asosan taloqda, shuningdek jigar va suyak iligida parchalanadi. Qizil qon hujayralari ichida gemoglobin deb ataladigan oqsil mavjud. Gemoglobin ikki qismga ajraladi: gem va globulin. Globin oqsil bo'lgani uchun aminokislotalarga parchalanadi va organizmlar tomonidan yana qayta ishlatiladi. Gem qismi bilirubininga aylanadi. Bilirubiin yashil rangli pigment hisoblanadi. Keyin bilirubiin bilirubininga aylanadi. Bilirubin sariq rangli pigment hisoblanadi. Bu bosqichda hosil bo'lgan bilirubin bog'lanmagan yoki bilvosita bilirubin deb ataladi. Bog'lanmagan bilirubin suvda erimaydi. Shuning uchun u qonda erkin harakatlana olmaydi. Shu sababli u albumin oqsili bilan birikib jigarga tashiladi. Bog'lanmagan bilirubin jigarga yetib kelgach, jigar hujayralariga kiradi. Bu hujayralar gepatotsitlar deb ataladi. Gepatotsitlar ichida bilirubin konjugatsiyasi deb ataladigan jarayon bor edi. Bu jarayonda bilirubin glyukuron kislota bilan birikadi. Bu reaksiya UDP glyukuronli transferaza deb ataladigan ferment yordamida amalga oshadi. Konjugatsiyadan keyin bilirubin bog'lanmagan yoki to'g'ri bilirubin deb ataladi. Bog'langan bilirubin suvda eriydi. Shuning uchun u jigardan o't suyuqligiga chiqariladi. O't suyuqligi bilirubinni jigardan o't pufagiga olib boradi. O't pufagida o't suyuqligi vaqtincha saqlanadi. Keyinchalik o't suyuqligi o't pufagiga, keyin ingichka chiqariladi. Ichakda bog'langan bilirubin ichak bakteriyalar yordamida urobilinogenga aylanadi. Urobilinogen bir qismi yana qonga so'riladi va buyrakka boradi. Buyrakdan u urobilinga aylanadi va siydik sariq rang beradi. Ichakda qolgan urobilinogen stirokobilinga aylanadi va natijada jigarrang rang beradi. Endi qondagi bilirubin miqdori haqida gaplashamiz. Odatda qondagi umumiy bilirubin miqdori past bo'ladi. U bog'lanmagan va bog'langan bilirubinning yig'indisidan iborat bo'ladi. Agar qonda bilirubin miqdori ortib ketsa, sariqlik deb ataladigan holat yuzaga keladi. Sariqlik terining, ko'zning oqligi va shilimshiq qavatlarning sarg'ayishi bilan namoyon bo'ladi. Sariqlikning 3 ta asosiy turi mavjud. Birinchisi, jigargacha bo'lgan sariqlik. Bu eritrotsitlar ortiqcha parchalanganda yuz beradi. Natijada bog'lanmagan bilirubin ko'p hosil bo'ladi. Ikkinchisi, jigar sariqligi. Bu jigar hujayralari bilan bog'liq muammolar sababli yuzaga keladi. Masalan, jigar kasalliklari bilirubinni bog'lash jarayonini buzishi mumkin. Uchinchisi, jigardan keyingi sariqlik. Bu o't yo'llari to'sib qolgani sabab yuz beradi. Shu sababli bog'langan bilirubin organizmdan chiqib keta olmaydi. Bilirubin almashinuvini tushunish sariqlik va jigar kasalliklarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bilirubin almashinuvini tushunish sariqlik va jigar kasalliklarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega.